بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz qadrdonlar, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar, bugun siz qadrdonlar bilan yana diydorlashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Maydonda, dunyo maydonida bo'layotgan siyosiy hodisalar, urushlar o'z yo'lida paydo bo'lib, yo'qolib, sulh tuzib, janjal bo'lib davom etaveradi. Undan tashqari bizni jamiyatimizda bo'layotgan hodisalar ham ba'zan ko'nglingizni ranjitadi, ba'zan yaxshiliklar, insonga ilhom beradigan, kelajakka umid uyg'otadigan ishlar bo'ladi. Ranjiydigan masalalarda Allohga sig'inamiz, yaxshi narsalarda Allohdan umid qilamiz, davom etamiz. Lekin birodarlar, biz o'zimizni qadriyatlarimizga, asl aqidamizga muvofiq bo'lgan amallarni har doim qo'llab-quvvatlashlikka majburmiz. Aqidamizga zid bo'lgan mavzular ro'yobga chiqsa, ularni darhol xalqdan, ya'ni xalqni ogohlantirishimiz kerak bo'ladi. Chunki din mavzusi bir kunlik, 2 kunlik mavzu emas. Bir davlatga, bir jamiyatga tegishli hodisa emas. Bu butun insoniyatni saodati uchun kelgan ta'limot. Unga amal qilganlar dunyoda ham, oxiratda ham saodat topadi, aniq bu. Ya'ni dunyo saodati faqat pul bilan o'lchanmaydi. Yoki dunyo saodati faqat inson baxtli, saodatli deganda farovon hayotni tushunilmaydi. Dunyo saodati Robbiga bemalol ibodat qila oladigan, aqidasi buzilmagan shakldagi hayotga dunyo saodati deyiladi. Oxirat saodati ma'lum abadiy jannat. O'sha ma'noda biz siz azizlar bilan ko'p suhbatlashib kelayotganimiz shu bid'at ahllaridan ogohlantirish, o'sha mavzularning yana davomi sifatida bugun suhbatlashmoqchiman. Alloh taolo bu suhbatimizni foydali qilsin. Mavzuyimiz raddiya mavzusi. Ko'rib kelasizlar, ko'proq biz Hizbut Tahrir jamoalari, Xavorij, musulmonlarni kofir degan odamlar jamoalari, ora-orada rofizalar, orada radikal ateistlar bilan ham bahslarni qilib kelganmiz. Va bizni bahslarimizda bir necha bor siz azizlar guvoh bo'lgansizlar, hargiz va hargiz haqorat ishlatmaymiz. Qarshi tomon haqorat ishlatgani uchun ko'pchilik bizni haqorat mavzusida yuradi degan fikrga borib qolgan. Haqorat biz tomondan bo'lmaydi. Mana bu Vafo Mo'min degan bola bilan bo'lgan suhbatimizda buni isbotini ko'rdinglar. Biz haqorat qilmaymiz. Bizni qarshimizda turgan odamlar haqorat qiladi. Unga yarasha javob olgan paytida ana abror haqorat qiladiga o'tib olishadi. Xo'p, o'sha ma'noda xabaringlar bor. 2 martadan keyin shunaqa suhbat qo'ydik. Zufarjon Shosalimov degan shaxs to'g'risida. Zufarjon Shosalimov bu bizni hozirgi kundagi yangi o'zbek musulmonlari ichida paydo bo'lgan yangi ahli bid'at bola. Uni tarixi haqida qisqaroq xronologiya aytib berdim oldingi suhbatlarimda. Gapimga javob beraman. Bu gap agar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, chiqib yuzma-yuz gaplashishga tayyorman. Xohlagan joyda, xohlagan formatda. Zufar Shosalimov ni to Hazrat rahimahullohga kelgunga qadar ham hayotini ko'pchilik yaxshi biladi. Ma'hadda o'qib yurgan paytida salafiy bo'lgan, undan keyin boshqacha bo'lgan va turli xil Hazratni qo'liga tushguncha turli toifalarga kallasini tiqib chiqqan bola bo'lgan. Hazrat rahimahullohdan keyin tasavvufni da'vo qilishni boshladi.
Orada bu keta diyetami degan o'sha internetdan, YouTube'dan qidirib topsa bo'ladigan kurslar bor. O'sha kurslarda o'qib odamlarni ozdiraman, sog'lom turmush tarzi bilan ta'minlayman deb o'sha bilan boshladi. Bir yaqin tanishimiz bor, borib 3 oy, 4 oy ko'rishmagan edik. Bir ko'rib qo'rqib ketdim. Rangida rang qolmagan, o'lik rangga o'xshab qolgan. Tinchlikmi desam, keta diyeta qilyapman dedi. Kimdan olyapsan? Zufarjon domladan dedi. Zufar doktorlik ham qilyapti o'sha paytda. Ya men aytdim, Zufarga ishonch yo'q-ku dedim. Siz o'lib qolasiz bu turishda dedi. Qo'ying uni dedim. Doktor emas-ki, doktorga boring dedim. U bola ham tirik. Hozir qutuldi shu Zufarning mana shunaqangi maxinatsiyasidan. Zufar hozirgi kunda ham o'sha sog'lom turmush tarzi deb uni ham biznes sohasiga aylantirib odamlardan pul olayotganligini aytishyapti. Undan tashqari Zufar o'ziga ergashganlarga dalil bilan emas, iloji boricha hissiyot bilan, gipnoz bilan harakat qilyapti. Hozir bir suhbatini qo'yib beraman. 30 minutdan oshiq gapirgan, birorta qo'lda ushlarlik dalil yo'q. Faqat hissiyot. Sizlar shersizlar. Sizlarga qarshi yurganlar qo'ylar. Sizlar oltinsizlar. Sizlarning qarshingdagilar balchiq. Sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Sizlarga kim qarshi bo'lsa u botilda. Mana shu uslub bilan gipnoz qilyapti xolos. Darhaqiqat bir ma'noda ya'ni bu suhbatlardan keyin Zufar Shosalimovni kimligini aksar odam ko'rdi, izohlarda, boshqa joyda, o'zlari o'zaro munosabatlarda o'zlariga bir e'tibor berishni boshlashdi. Juda ko'p odam menga munosabat o'laroq aloqaga chiqdi. U bilan bu yurgan suhbatlarini xatarli ekanligini, sezganligini va uni tark etganligini e'tirof qildi. Bu Zufar Shosalimovga juda qattiq ta'sir qilyapti. Misli ko'rilmagan jazobaga tushiryapti. Makorimul axloq deb baqirish insonni makorimul axloqqa muntasib qilib qo'ya olmaydi yoki muttasif qila olmaydi. U baqirish bilan makorimul axloq ega bo'linmaydi. Makorimul axloq hayotda ko'rsatiladi, yashaladi. Xo'p, Zufar Shosalimov o'zini ustozlarini ro'yxatini qo'yibdi. Men sizlarga Zufar Shosalimovni o'zi e'tirof qilgan ustozlarini o'qib beraman. Men avvalgi suhbatlarda aytgan edim, esinglarda bo'lsa, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni o'qigan. Alloh rahmat qilsin ustozimizni. Lekin hozirgi faoliyati Hazratning manhajidagi yo'l emas degan edim. Esinglarda bor? Mana shu gapimning isboti. Ustozlari deb o'zini qo'yyapti-da, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf deyapti. 1952-2015-yilda yashaganlar. Ikkinchi, Shayx Muhammad Avvoma. Bu Turkiyada suriyalik mashhur muhaddis allomalardan, Alloh umrlarini uzoq qilsin, ya'ni ustozlarimizdan. Keyin Shayx Mustafa Abu Sulaymon an-Nadwi. Bu kishi ham ahli ilmlardan bo'ldi. Shu joygacha ahli ilmlarni qo'yyapti. Bundan qo'yishdan ko'zlagan maqsad nima? Odatda musulmonlar Zufarga ergashsa, Zufarni oldiga kelsa, mana shu shayxlarning shogirdi degan bahona bilan ularni aldash. Orqasidagi doktorni qarang. Ustozni qarang. 3 ta shayxni zikr qilib, orqasidan 4 ta odamni zikr qilyapti, ustozlari. Birinchisi Dr. Erik Mitchell Berg. Dr. Erik Mitchell Berg. Zufarni ustozi. Mutasavvif bo'lgan, ruhiy tarbiyadan dars beryapman degan gipnozchi Zufarning ustozi. Ikkinchisi Brian Tracy. Uchinchi ustoz Igor Vladimirovich Rybakov. Vladimir Vladimirovich Lenin desa ham ya'ni hayron qolmaymiz. Igor Vladimirovich Rybakov. To'rtinchi ustoz Maksim Viktorovich Temchenko.
Zufarga ergashib yurgan insonlar, ayollar asosan. Erkaklar-ku bildi ko'p. Bu erkaklarda biroz ya'ni bu hodisadan xabardor bo'lgan zahoti ko'pchiligi e'tirof qilib uni tark qilyapti-da. Ayollar, sizlarga din deb 4 ta islomdan tashqarida yurgan odamlarni ta'limotini beryapti. Buning ichida gipnoz bor, analitika, psixogenetika nomi bilan odamlarni ya'ni gipnozga solish usullari bor. Bulardan shuning uchun ogohlantirib keldim. Ha, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni qo'lida o'qigan, yuqorida aytdik mana. Undan keyin boshqa yo'lga ketgan deganmidik? Ha, aytgan edik. Mana 4 ta buni shayxi bor ekan. Erik Mitchelberg, Brian Tracy, Igor Vladimirovich Rybakov, Maksim Viktorovich Temchenko. Mana shu odamlarda o'qiyapti. O'qigan ta'lim dargohlari deganda Ko'kaldosh madrasasi, Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti, Sharqshunoslik universitetiga magistranti deyapti-da, 4-inchisi. Biznes va nutritsiologiya, psixologiya onlayn darslari sohibi. 2020-2023. Mana shu 2020-2023dan keyin boshlagan buni kallasidagi ishkol. E'tiqodidagi buzilish. Ana shu biznes va nutritsiologiya, psixologiya onlayn darslarini o'zlashtirishni boshlaganda ketgan. Men hayotimda ko'rgan dahriy bo'lib ketgan, dindan chiqib ketgan odamlarning 90% dan oshig'i falsafaga kirib, psixologiyaga kirib adashgan. Ko'kaldoshda o'qigan, keyin ateist bo'lib ketgan bolalarni bilaman. Nimaga? Chiqib turib to'g'ridan to'g'ri o'shanaqangi falsafa darslariga kirgan. Mana ahvol. Endi Himmat Plus, Himmat 700 Plus degan profil tashkil qilgan 2023-yildan boshidan va o'sha joyga a'zolar qo'shishni boshlagan. A'zolarga dastlabda tekin treninglarda shunaqangi uslub bor, oldin tekinga dars qilinadi, keyin o'tdan tanlab olib pul to'laydiganlarni alohida guruhlarga qo'shiladi. Shunaqa maxsus guruhlari bor. Zufarjon Shohsalimovni u maxsus guruhlarda o'qigan odam 500 mingdanmi 50 dollardan o'qiydi. 50 dollardan o'qiysiz, o'qiganingizdan keyin nima biznes qilishingizdan qat'iy nazar 15% umrbod Zufarjon Shohsalimovga to'laysiz. Foydangizdan. Yo'q, bunaqa yo'q deysa, chiqib aytsin, biz uzr aytamiz. Bo'pti, shuni noto'g'ri eshitgan ekanmiz deymiz. Bizdagi xabarlarga ko'ra, Zufarjon Shohsalimovda maxsus guruhlarda o'qigan tijoratchilar, tadbirkorlar topgan pulidan 15% Zufarjon Shohsalimovga beradilar. Nimaga? Zufarjon Shohsalimov o'qitganlari uchun. Bu o'sha biznes treninglarda o'rgangan ilmlari asosida buni joriy qilganlar. Shariat asosidachi, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'rgatgan ilm asosidachi, bu to'g'rimi desa, bu ribo bo'ladi. Sudxo'rlik. Bir odamga bir ta'limni bersangiz, bir martalik pul olsangiz bo'ladi. U odam sizga umrbod qanchadir foiz pul to'lab yurishligi bu ribo, bu kapitalizm asosida qurilgan. Ribo bu. Sudxo'rlik. Chunki al-jurmu bil g'urmi degan qoida bor. Zararga kirmagan odamga foyda berilmaydi. Al-ajru va-daman la yajtami'an degan qoida bor. Oylik bilan zominlik jamlanmaydi. Bularni chekkaga surib qo'yib, men shayxning shogirdiman deb Vladimir Vladimirovich Lenindan dars olib yurgan odam, uni ta'limotini tatbiq qilayotgan odamdan ogohlantiramiz do'stlar. Bu birinchi xitob. Himmat 700 Plusning ichida maxsus guruhda o'qiyotganlar. Mana shu holat bormi, yo'qmi? Sizlarga dars berganligi sababli sizlar agar biznesdan pul topadigan bo'lsanglar, 15 yoki 20% umrbod Zufarjon Shohsalimovga berishga bayat berganmisizlar, ya'ni kelishganmisizlar shuni? Agar kelishgan bo'lsanglar, sudxo'rlik qilyapsizlar.
Sudxo'rlik haqida payg'ambar alayhissalotu vassalom Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda o'ta og'ir narsalarni aytganlar. O'zini onasi bilan zino qilishdan og'ir sudxo'rlikni eng yengil gunohi deganlar. Ya'ni Zufarjon Shosalimov sizlarga din o'rgatyaptimi? Sizlardan meni ma'zur ko'rasizlar, mol sifatida foydalanyaptimi? Endi buni suhbatning davomida ba'zi narsalar bilan ochiqlaymiz. Shu joyda bir narsani aytib qo'yay. Men Abror Muxtor Ali nomi bilan Zufar Shosalimovga raddiya beryapman. Zikr ahlidan so'rang jamoasi nomi bilan emas. Zikr ahlidan so'rang jamoasi Zufar Shosalimovga raddiya berishlik tanazzuliga tushmaydi. Tanazzul qilmaydi, uni u darajasiga bormaydi. Zikr ahlidan so'rangni o'zini yetarli vazifalari bor, yetarli xizmati bor. U Zufar Shosalimovni bizdan emas deb e'lon qildi, bo'ldi. Va butun xalq ko'ryaptiki, ha, Zufar Shosalimov haqiqatda zikr ahli jamoasidan emas. Ajrab chiqib ketgan. Bir paytlar bo'lgan, ajrab chiqib ketgan. Hozirgi kunda Vladimir Vladimirovichlarni ta'limoti bilan o'ziga ergashgan bechora, mehriga muhtoj, yakka qolib ketgan, ersiz bo'lgan xotinlarni aldab yuribdi. Xo'p. Endi 30 minutdan ko'proq bir suhbat bor ekan, 30-28 daqiqalik. Shu suhbatni ba'zi jumlalarni sizlarga qo'yib beraman, ozgina tahlil qilamiz. Agar mayli desanglar. Bismillah. E'tibor beringlar. Yo'l boshidan biri o'rgatayotgan. Insonning miyasi ikki xil ishlashligi. Hayvoniy miya, insoniy miya, ikki xil holat. Juda ko'p martalar buni hayotiylarda tajriba qildinglar. Reaksiya berish, bir ishga birdan munosabat bildirish, bu hammasi hayvoniy miyadan ekanligini hayotimiz borasida juda ko'plab tajribadan o'tdik. Xo'p, insonni mana o'zini tan olyapti, o'zini guruhidagilarga insonda birinchi reaksiya berishda hayvoniy miya, insoniy miya bo'ladi. Agar xato, kamchiliklar bo'lsa, u hayvoniy miyadan chiqqan bo'ladi. Buni tajribada ko'rdik, deyapti. Islom shariatida bormi bu? Payg'ambar alayhissalotu vassalom inson reaksiyasini, insonning qalbini, insonning aqlini, muhokamasini aytganlar hadislarda. Qur'oni Karimda qalb, qulub, fuat kalimalari keladi. Ularni tahlili bor. Lekin Payg'ambar alayhissalotu vassalom inson hayvoniy miya bilan fikrlaganda xatolar qilib qo'yadi, bundan ehtiyot bo'lish kerak deb ta'lim berganmilar. Agar bir da'voni qilsang, hidoyat va zalolat mavzusida bir insonni hidoyatiga insoniy aql javobgar demoqchi-da, degan buni gaplarida. Buni himmat plyusda yurgan do'stlarimiz, opa-singillarimiz juda yaxshi biladi. Xatolaring hayvoniy miyangdan chiqyapti deydi. Bu zalolatni asosi hayvoniy miya bilan fikrlash degani. Buni davosini aytyapti. Ko'p marta aytganman sizlarga deb. Payg'ambar alayhissalotu vassalom shuni ogohlantirganlarmi? Qayerda bor? Insonda hayvoniy miya bor, insonda insoniy miya bor. Hayvoniy miya bilan fikrlasa, reaksiya bildirsa, u gunoh qiladi degan. Bo'lsa keltirsin, agar biz bilmagan bo'lsak o'rganib olaylik. Agar bo'lmasa, bu yangilik kimdan chiqyapti? Vladimir Vladimirovichdan chiqyapti. Vladimir Vladimirovich bu ya'ni oddiy nom. Men sizlarga nimani ifoda qilayotganimni bildirish uchun yengilroq aytyapman. Viktor Ivanovich desangiz ham bo'laveradi. Ular shunaqa deyapti. Insonda hayvoniy miya bor, insoniy miya bor. Endi buni bu, ya'ni Qur'on va sunnatni ya'ni asos qilib olmayapti-da, Qur'on va sunnatda bor mavzularni asos qilib boshqa ilmlarni o'ziga o'zlashtirmayapti-da, boshqa joyda o'qigan ilmlarini olib Qur'on va sunnatni bunga moslayapti. O'rganib yurgan mana shu Brayillardan olgan ilmiga qo'shtirnoq ichida moslayapti Qur'on sunnatni. Nima deyapti? Hojar onamizni
ibrohim alayhissalom cho'lga tashlab ketayotganlarida qayoqqa tashlab ketyapsiz deb erlarga yopishdi deyapti. Ana shu reaksiya hayvoniy miya bilan qildi deyapti. Hojar onamiz hayvoniy miya bilan shu ishni qildi deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga ko'zi a'mo bo'lgan Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu ya nabiyalloh allimni bima allamakalloh deb qichqirib kelgan. Ko'zi ojiz odam. Ey Allohning rasuli, Alloh o'rgatgan narsadan menga ham o'rgating deb kelganda Payg'ambar alayhissalotu vassalom yuzlarini burishtirganlar. Yuzlarini burishtirish oldilarida da'vat qilib turgan odamlari bo'lgan, o'shalardan da'vatdan chalg'iyman degan ma'noda. Ishtihotlari to'g'ri aslida. Payg'ambar alayhissalomning yuzlari Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu ga burishib qaraganligini Qur'on tanqid qiladi. Abasa va tawalla an ja'ahul a'ma. Ko'zi ojiz odam kelsa yuzini burishtir degan ma'noda. Endi Zufarjon Shosalimovdan so'raylar. Zufarjon Shosalimov payg'ambarlar haqidagi mana shunaqa hodisalarda payg'ambarlar ham hayvoniy miya bilan mana shu joyda yuzini burishtirgan deyapti. O'zini o'quvchilariga bizni ustozlarimiz bilan bo'lgan bahsida. Bu payg'ambarlarga ta'na, ularni ma'sumiyatiga til uzatish. Yuqorida aytayapti, Hojar onamiz hayvoniy miya bilan shu gapni gapirgan deb. Payg'ambarlar ham xato, ya'ni xato deganda ikkita savobdan savobi kamrog'ini tanlash sodir bo'lgan bo'lsa, uni hayvoniy miya bilan qilgan deya olamizmi? Deya olyapti Zufarjon va unga ergashayotganlar, biz qalbimiz xotirjam bo'lyapti deb yurgan bo'lsangiz, yuravering. Sizga hech kim majburlayotgani yo'q. Lekin iymoningizga chang solayotganligidan ogohlantiryapman. Bizga majburiy emas. Aynan mana shu holatda ham Hojar onamiz reaksiya qildilar. Ayolliklar keyin sekin bitta endi qarshisida turgan odamlar sergakligini biladi-da, ayolliklariga borib deyapti. Hayvoniy miya bilan demoqchi. Yuqorida hayvoniy miyani gapirdi. Davom etamiz. Va Zufarjon Shosalimov o'ziga ergashganlarga ilmiy asosda yo'lda sobit turishlikni o'rgatmayapti. Balki faqat va faqat propaganda usulini qo'llayapti. Gipnoz. Propaganda bu qarshida turgan odamni o'ziga muhtoj ekanligini unga ishontirasiz, keyin doim undan suiiste'mol qilib yashaysiz. Propaganda qonuniyat. Bu joyda ham shu propaganda usulini qo'llayapti. Eshitamiz. deb nomlagan edim. Nima ma'noni anglatar edi bu? Axir biz, menga ergashganlar sizlar, har bir ishda 700 dan kamiga rozi bo'lmaymiz deb ergashmaganmi deylar? 700 dan kamini biz qilmaymiz. Nima ish qilsak ham 700 dan ortig'ini qilamiz. Talabimiz mana shu demaganmidik? Mana shu psixologik portretga qaraganingizda, demak buni atrofida odamlar tashab ketishi boshladi. Va bu nima deyapti? Propaganda usulini qo'llayapti. Axir sizlar, men nimaga himmat 700 plus deb nom qo'yganman? Ha sizlar shu hamma 10% ga rozi bo'lganda, sizlar 700 va undan ham oshig'idan rozi emasmiz demaganmi deylar? Qayoqqa ketyapsizlar? Demoqchi. Deyapti. Ya'ni o'ziga ergashayotganlarni sizlar eng zo'ri sizlar. Qolgan hamma qo'ylar ular hech kim emas degan narsani propaganda qilyapti. Populizm ya'ni. Ergashgan odamlari eng haq yo'lda degan da'voni singdirish. Hizb-ut Tahrirda bor shunaqa usul. Hizb-ut Tahrir nima deydi? Hizb-ut Tahrir aytadiki, biz islomga xizmat qilyapmiz. Kim bizga qarshi bo'lsa, demak u islomga qarshi. O'ziga ergashganlarga aytadiki, sizlar deydi, islomning risolat bayrog'ini ko'targan ummatsizlar. Kim Hizb-ut Tahrir bo'lsa, islomning bayrog'ini ko'taryapti u. Xilofatni o'rnatish kerak degan gapni Hizb-ut Tahrir islom bayrog'i deydi. Kim shu gapni
to'xta, bu gapni shar'iy asosi bormi deb unga savol bersa, demak bu islomga qarshi degan propaganda. Ilmiy asosi yo'q. Ana shu propaganda asosida o'ziga ergashganlarni aldash. Sizlar 700 va undan oshig'iga rozimiz demaganmi deylar? Sizlar eng zo'ri sizlar, nimaga tashlab ketyapsizlar degan psixologik iztirob bor gapini ostida. Oxir oqibat Allohning huzuriga borganda behisob jannatga kiramiz degan da'volar qilmaganmidik? Behisob jannatga kiramiz degan da'vo qilmaganmidik? Gapning tagida gap bor. Agar menga ergashmasanglar, behisob jannatga kira olmaysizlar. Ha azizlar, qilgan edik. Buning uchun sizlarni men qancha ko'tardim. Kayfiyatlarni ko'tardim, ruhiylarni ko'tardim. Da'voilarni ko'tardim. Mana u o'ziga ergashganlarning kayfiyatini, ruhiyatini va da'vosini ko'taribdi. Zufarjon Sho'salimovdagi miyadagi, ya'ni buzilishni tashqi ko'rinishi eshitamiz. shunga sizlar munosibsizlar deb sizlarga o'rgatdim. Sizlar shunga munosibsizlar. Ha. Kim sizlarga qarshi bo'lsa, u nomunosib. Voy opa-singillarim, ko'zingizni oching. Gipnozdasiz. Chuqur gipnozda. Bu gaplarning hammasi gipnoz. Bular hammasi bejiz narsadir. Alhamdulillah oldinglar bu narsani. Bu narsa sizlarning vujudinglarga singib ketdi. Qon-qoninglarga singib ketdi. Alhamdulillah buni oldinglar, bu sizlarning vujudinglarga singib ketdi, qon-qoninglarga singib ketdi. Biror kalima ilmiy gap yo'q. Faqat motivatsiya bor. Ya'ni insonning hissiyotiga urg'u va bundan boshqasiga o'tsa adashib ketadigan degan qo'rquvni unga solish bor. Eng to'g'ri yo'lda sensan. 700 plus sen olyapsan. Sen himmat plusda 700 plusni qo'lga kirityapsan. Qolganlar uni egasi emas. Sen abadiy jannatga kirasan. Dunyoni eng zo'rini sen olasan, 700 plusda turishing kerak. Chiqib ketsan ketding degan. Propaganda do'stlar. Mana shuncha mashmashalarda birortanglar, hech qaysinglar shariatga chiqadigan, gunoh ma'siyat bo'ladigan, maqorimul axloqqa xilof va zid bo'lgan bir dona raddiya bermadinglar. Barakalloh. Atrofdagilarni endi yana aldayapti, ya'ni ularga motivatsiya beryapti. Mana shu mojarolar deb endi hozirgi Zufar Sho'salimovning asl yuzi ochilish natijasida bo'lgan hodisalarni aytyapti. Rahmat sizlarga. Birortanglar raddiya bermadinglar, shariatga zid deyapti. Qayerdan bilasiz, Zufarjon Sho'salimov? Menga bir qancha ayollar aloqaga chiqdi. Menga hatto sizni o'g'lingiz aloqaga chiqdi. Yozib olmang, iltimos meni suhbatimni dedi. O'sha suhbatda shariatga munosib bo'lgan savollarni berdim men. Dalillar so'radim. Unga javobi yo'q, o'g'lingizni ham. Menga chiqqan ayollarga ham aytayapman, shar'iy asos mana bu, mana bu, mana bu. Zufar Sho'salimov, men sizlarga yuborildim. Menga etagimdan ushlaganlar botqoqdan chiqdi. Meni Alloh sizlarga yubordi degan jumlani menga tushuntirib beringlar. Buni oddiy odam ayta oladimi? Mutasavvuf bo'pti, shayx, pir ayta oladimi shuni? Meni Alloh sizlarga yubordi, etagimdan ushlab hidoyat topdinglar. Shuni ayta oladimi? Men bilishimcha mana shu jumla faqat va faqat payg'ambar tomonidan aytiladi. Chunki u 100% Alloh tomonidan yuborilganiga dalili bor uni. Ilmiy yaqini bor. Bu Zufar Sho'salimovni kallasida aylanayotgan fikrlar, ilhomlar shaytoniy ilhom bo'lishi ham mumkin. Shayton buni vasvas qilib eng to'g'ri yo'ldasan deb atrofiga lashkar to'playotgan bo'lishi mumkin. Isfahondan yaqinda Dajjal chiqadi. Isfahonga yaqinroq joyga shuning uchun joylashtirayotgan bo'lishi mumkin buni. Dajjal chiqqan paytida o'sha jamoat to'g'ridan to'g'ri Dajjalga borib, ya'ni xizmatkor bo'lish tayyorgarligidir balki.
Mana shu narsalarni ajratib olish uchun ilm kerak do'stlar. Lekin qarshi tarafni qarang. Dindan asorat qolmadi. Hamma dinga xilof bo'lgan hamma masalalarni ko'tarib chiqishdi. Hamma gaplarni gapirib chiqishdi. Qarshi taraf deb zikr ahlidan so'rangni gapirish aytayapti. Zikr ahlidan so'rang Zufar Shosalimovga qarshi hech qanaqangi raddiya bergani yo'q. Zikr ahlidan so'rang, hatto bizga ham aytishyaptiki, kerak emas raddiya bermanglar deb. Men o'zim shaxsiy tashabbus bilan chiqib gapiryapman. Zufar Shosalimov zikr ahlidan so'rangni meni raddiyalarim bilan ayblashga haqqingiz yo'q. Meni o'zimga gapiring. Aytgan gapimga men javobgarman. Turkchasiga aytganda bu gaplar faqat meni bog'laydi. Menga tegishli bu. Zikr ahlidan so'rangni tashabbusi emas bu. Zikr ahlidan so'rang sizga qarshi hech qanaqangi raddiya bergani yo'q. Sizni bizdan emas deb qo'ydi bo'ldi. Yetadi, shu zarba sizga tamom bo'ldi endi. Umringizni oxirigacha yetadi. Agar tavba qilsangiz boshqa, tavba qilmasangiz yetadi shu. Endi aytayotgan gapida do'stlar takfir bor, kofirga chiqarish bor. Qarshi taraf deyapti, o'ziga qarshi olgan. Bunga qarshi turishlikka ham bunaqa pastlikka tushmaydi zikr ahlidan so'rang. Buni o'ziga muxotaba olmaydi. Kim bu? Atrofiga 3-5 ta xotinni yig'ib olgan bitta bechora bu. Bechorani ahvoli, farosati yo'qligi, buni o'zini tutishligi hammaga ko'ziga ma'lum bo'lib turibdi. Ko'rib turibsiz hammangiz. Zikr ahlidan so'rang, bu Zufar Shosalimovga qarshi bo'lib nima qiladi? Men mana chiqib aytayapman. Nimaga? Chunki men Zufarni juda yaxshi taniyman. Bu 2,5 yildan beri atrofida yurgan xotinlar buni onlayn orqali bay'at berayotganda kamerani yoq dedimi? Kamerani yoqinglar, kamerani yoqib bay'at beringlar dedimi? Shunaqada yurgan bo'lsa bu, men buni 2000-yildan bilaman. 2001-2002-yillardan bilaman. Anvar Qorakaga tosh otib yurgan davrlarni ham bilaman. Bu gapida takfir bor. Qarshi tarafda zikr ahlidan so'ranga aytayapti. Islomdan hech narsa qolmadi deyapti. O'ziga ergashganlarni sizlar 700 plyusga haqlisizlar, sizlar eng to'g'ri yo'ldasizlar deb qarshi taraf zikr ahlidan so'rang. Islomdan hech narsa qolmadi deyapti. Nimaga? Bo'lgan mojarolarda sizlar raddiya bermadinglar. O'zingiz berdingiz raddiyalarni. Xotinlarni e'tirofini qo'yib yotibsiz-ku Facebookda. Boshqa joylarda ham. Va xotinlar menga aloqaga chiqyapti, sizda atrofingizdagi muritkalaringiz menga aloqaga chiqyapti. Bitta yarimtasi zombi bo'lgan. Gaplashsangiz chuqur nokaut holatida, chuqur gipnoz holatida. Shariatdan gapirsangiz qalbim xotirjam deyapti, bo'ldi. Zino qilib yurgan bo'lsangiz, qalbingiz xotirjam bo'lsa, zino haq degani bo'ladimi shunda? Bo'lmaydiki, qalbni xotirjamligi sizni e'tirofingiz bilan o'lchanmaydiki. Qalbim xotirjam meni, mana shu odamni topib degan gap missionerlarning uslubi, o'sha psixogenetika shunga foydalanilgan. Buni missionerlar o'ylab topgan. Orqasida Injil targ'iboti bor. Injilni targ'ib qilib qalbim xotirjam bo'ldi mana, islomdan topolmadim, Injildan topdim xotirjamlikni degan da'vo bilan odamlarni yo'ldan adashtirishgan. Hozir missionerlarning eng boshida, ya'ni mana shu loyihani ustida Zufarjon Shosalimov turibdi. Unga ergashgan muridkalarda ilm yo'q. Haq bilan botilni ajratadigan saviya yo'q. Mana shu Zufar Shosalimov endi kofir deyapti. Islomdan hech narsa qolmadi qarshi tarafimda deyapti. Zotan payg'ambarlar aytishi kerak bo'lgan gapni ayta oladigan, jur'atni o'zida his qilgan Zufar Shosalimov bu gapni yengil aytayapti. Zikr ahlidan so'rangda demak islom qolmagan. Buni da'vosi bo'yicha. Yolg'on iftirolar bo'ldi, tuhmatlar bo'ldi. Hammasi tuhmat, hammasi yolg'on iftiro. Bir dona dalil keltira olmadi. Keltirdim men. Bu zikr ahlidan so'rangni chekkaga surib qo'yinglar. Men keltirdim. Zufar Shosalimovni
psixogenetika islomdan degan da'vosini noto'g'ri ekanligi dalil keltirdim. Ba'zilar aytdiki, ChatGPT dalil bo'ladimi? Dalil bo'lmaydi ChatGPT. Zufar Shosalimov psixogenetika dalil bo'ladi, yangi fan degani uchun bugun yangi fan ijodkorlarini ChatGPT'si bilan javob berdim bunga. Mana yangi fan deyotgan fanni o'zi psixogenetikani islomga ya'ni genni o'zgartirishga bu tasavvufga aloqasi yo'qligini aytyapti. O'sha ma'noda keltirdim. Meni shar'iy dalillarim ham bor. Kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar degan hadis. Imom Muslimda kullu bid'atin dalala matni bilan tugaydi. Imom Nasaiyda va kullu dalalatin finnar keladi. Har bir yangilik zalolatdir va har bir zalolat jahannamdadir. Bu hadisi sharif bizga islom dini ta'limotlarida yangiliklardan ehtiyot bo'lishligimizni taqozo qiladi. E'tiqod masalalarida. Masalan, miya insoniy miya, hayvoniy miyaga bo'linadi deyish bu metafizik tushuncha. Bunga payg'ambar kelib tasdiqlamaguncha tasdiqlab bo'lmaydigan gap bu. Payg'ambar alayhissalomlar kelib tasdiqlasa, insoniy miya, hayvoniy miya degan jumla ularning muborak dudoqlaridan chiqqan bo'lsa, uni qabul qilamiz. Mushtahidlarning ijtihodidagi ma'nosi bilan. Bu odam yo'q deyapti. Men topdim, payg'ambarlar ham hattoki hayvoniy miya bilan fikrlagan deyapti. Va qarshida turgan odamlarni kofir deyapti. Zikr ahlidan so'rayingda islom qolmagan deyapti. O'zini istilohi bilan aytganda shu gaplarni hayvoniy miya bilan aytyapti. Astagfirullah va atubu ilayh. Bir dona tirnoqni ichidan kir qidirishdi. Aytmagan gaplarimizni aytdi deyishdi. Yo'q, tirnoqni ostidan kir qidirmadik, Zuparjon. Unaqa jazobaga tushmang. Siz hammanglar botqoqda edinglar. O'sha botqoqdan chiqmoqchi bo'lgan odamlarga Alloh meni yubordi. Meni yubordi. Va ular meni etagimdan ushladi, botqoqdan chiqdi deyapsiz. Bu gapni gapiryapsiz. Bizga izoh bering. Shu gap 100% ilmni ifoda qiladimi yo zonni ifoda qiladimi? Taxminan aytyapsizmi? 100% ishonch bilanmi? Siz uni inshaalloh demayapsiz. Nima deyapsiz? Bu aniq deyapsiz. 100% ishonch bilan aytyapsiz. Jabroil keldimi sizning oldingizga? Seni Alloh yubordi bularga dedimi sizga? Va ergashganlar hidoyat topganligini Munkar Nakir yoki kiroman kotibinlar sizga tilga kirib gapirib berdimi? Ha? Agar shunaqa da'vo qilayotgan bo'lsangiz, payg'ambar da'vosini qilyapsiz, mutanabbisiz. Yo'q desangiz ayting bizga. Baqir-chaqir qilib atrofingizdagi xotinlarni hissiyotiga o'ynab, ularni nozik joyiga urg'u berib o'tiravermang. Ya'ni qalbiy hissiy tuyg'ularga. Bizga fakt kerak, erkakcha gap kerak. Qayerda bor shu jumlani kim tuza oladi? Bizga javob bering chiqadi. Hurmatlar qilishda hammasiga guvoh bo'ldinglar. Og'zimdan chiqmagan gaplarni chiqdi deyishdi. Lekin dalil qani? Yo'q dalil. Lekin dalil qani degandan keyin javobni men berishim kerak. Mana dalil, mana dalil. Yuqorida keltirdim dalillarni. Yo'q dalil deb atrofidagilarni aldayapti. Zotan qarshida turgan odamlar gipnozda-yu. O ayollar, sizlarni qo'li bilan manaqa qilib gipnoz qilyapti u. Dalil yo'qmi? Yo'q deyapti. Bo'ldi, shu yo'q deganiga ishonasiz siz. Nimaga? Siz gipnozdasiz. Takfir musulmonlarni kofirga chiqaryapti. Qaytarib eshiting shuni. Lekin qarshi tarafni qarang. Dindan asorat qolmadi. Hamma dinga xilof bo'lgan hamma masalalarni ko'tarib chiqishdi. Hamma gaplarni gapirib chiqishdi. Hamma gaplarni ko'tarib chiqishdi. Asorat qolmadi. Hamma qarshi gaplarni gapirdi. Bular hammasi do'stlar absolutizm. Ya'ni hamma narsani absolut haq deb o'zidan da'vo qilish. Biz nimani ko'tarib chiqdik? Sizni psixogenetika islomdan degan da'voyingizni xatoligini ko'tarib chiqdim, misol uchun.
isbotini keltirib beryapman va aytyapman, eshik ochiq deyapman. Keling gaplashaylik. Qani xato bo'lsa men ham to'g'rilayin, xato bo'lsa men ham ergashay 700 plyusga. Chunki men ham hidoyatni istagan odamman, jannatni men ham xohlagan odamman. Yo'q, siz o'sha sizga ergashib yurgan bechora mehrga muhtoj eri uzoqda, rasman eri boru, eri Rossiyada. Bu yoqda 3 ta bolasi bilan bechora o'tiribdi. Eri bunga e'tibor bermaydi. Qayerdan mehr topishni izlab yurganda siz ro'baro bo'ldingiz. Boshini silayapsiz, uni nozik joydan ushlagansiz, bo'ldi sizni pirim, hazratim, gaplaringizdan qalblarimda gullar ochilyapti deb o'tiraveradi. Xo'p. Endi qarang, kimni kimga o'xshatyapti? Buning uchun men sizlarga sher yuraklik sirlarini o'rgatdim. Biz qo'y emasmiz. Oldin qo'y edik, to'g'ri. Ammo bugun qo'y emasmiz. Biz o'z da'volarimizni, o'z maqsadlarimizni yaxshi anglab yetgan, yaxshi tushunib yetgan sherlar jamoasimiz. Mana shu gaplarda ilmiylik bormi? Savol. Xotirjam gapirsangiz. Ilmiylik yo'q. Masalan, biz sherlar jamoasimiz. Biz qo'ymasmiz desangiz, odamlar g'alati tushunadi. Nima deyapti bu deydi. Biz sherlar jamoasimiz. Biz qo'y emasmiz. Bu propaganda. O'ziga ergashayotgan odamlarni yana ham ko'proq iskanjaga olish, yana ham ko'proq kodlar bilan uni berkitish, yana ham ko'proq o'ziga bog'liq qilish. Biz sherlar jamoasimiz deyapti, avval qo'y bo'lganmiz deyapti. Ya'ni menga ergashganlar sherlar jamoasi. Sher bu yerda istiora, metafora. Xo'p, bunga ergashmaganlar nima bo'ldi endi? Qo'ylar jamoasi bo'ldi. Buni yana takrorlaydi, davomida aytadi. Demak, bu sher yuraklar, bu hidoyat topgan odam, bu Alloh tomonidan yuborilgan odam, bu hamma narsa. Bunga ergashmaganlar balchiq, bunga ergashmaganlar qo'y, bunga ergashmaganlar it, bunga ergashmaganlar hammasi zalolatda, botqoqda. Bu gaplarida ilmiy asos yo'q, faqat propaganda usulidan foydalanish bor. Gipnoz usulidan foydalanish bor. Zotan siddiqlikka qo'ylar munosib emas. Bo'la olmaydi. Xayol ham qila olmaydi hattoki. O'ziga ruxsat ham bera olmaydi. Ammo biz mana shu da'vo bilan isbotlab berdik. Nimani isbotlab berdikin, shuni qiziqyapman men. Ya'ni xalq ahmoq emas, Zufar Sho'salimovni o'ta farosati cho'loq ekanligini isbotini ko'rdi. Farosat yo'q. Nima deyotganligini, jamiyatda fikr dunyoqarash nimadan iboratligini bilmaydi. 4-5 ta xotinni e'tirofini ba'zilar biroz kalika qalam ham yozyapti. O'zi ham yozgan bo'lishi mumkin o'sha e'tiroflarni. Xotinlarni e'tirofini o'zini postiga qo'yyapti. Mana men haq yo'ldaman, xotinlar e'tirof qilyapti meni. 3-5 ta tul xotinni e'tirofi bilan haq yo'lda bo'ladigan bo'lsang, undan nos sotayotgan kampirlar ham to'g'ri yo'lda ular ham. To'g'rimi? Biz deyapti, shermiz deyapti, qo'ylar biz yurgan yo'lga loyiq emas. Ya'ni meni tashab ketsang qo'y bo'lasan. Meni oldimda tursang sher bo'lasan. Umumiy xulosa shu. Bunga aldansa aqli zaiflar aldanadi. Hissiyoti ustun, hayotidan mehr topolmagan, eridan yaxshi gap eshitmagan xotinlar aldanadi. Meni ma'zur ko'rasizlar. Men bir haqiqatni achchiq tilda gapiryapman. Boshqa odam sizlarga gapirmaydi. Sizlarga yo'linglar to'g'rimi, noto'g'riligini bildiradigan qarshi tomonda oyna ham kerak. Faqat o'zinglarni sher deb, biz to'g'ri yo'lni topdik, biz 700 qo'lga kiritdik, jannat abadiy bizga bo'ldi degan havoyi orzular bilan ketaversangiz, oqibat yaxshi bo'lmaydi. Oqibat yaxshi bo'lmaydi. Alhamdulillah. Bu Allohning tavfiqi. Ana endi Allohning nomidan foydalanish. Ya'ni biz shermiz, %100 biz to'g'ri yo'ldamiz.
bizga qarshilar qo'y, ular noto'g'ri yo'lda, bizni to'g'ri yo'ldaligimiz Allohning tavfiqi. Bu yerda endi gipnozni siz e'tiroz bildira olmaydigan jumlasi bu. Ayollarga xitob qilyapman. Siz e'tiroz bildira olmaysiz. Allohdan deyapti-ku deysiz. Ha, deydi-da. Shunaqa deb aldamasa qanaqa qilib sizni aldaydi? Endi qarang, yana bir ajoyib narsalar. Qarang. Qaramoqchiman. Alloh subhanahu va taolo bugun yana bir ilhom berdi. Tafakkur qildim. Bu yana qancha davom etadi deb. Yana bir narsani aytmoqchiman deyapti. Bugun menga Alloh ilhom berdi deyapti. Alloh Zufar Shosalimovga ilhom beribdi. Aniq ekan Alloh berganligi. Tafakkur qilib ko'ribdi bu. Bu ishlar qachongacha davom etadi deb. Davoni ko'ryapsizlarmi? Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo vahiy kalimasini shaytonga ham nisbat bergan. Shayton o'zining do'stlariga, avliyolariga ham, o'zining yaqinlariga ham vahiy qiladi, ilhom beradi degan. Qanaqa ilhom beradi? Zuhrufal qawli g'urura degan. Mana shu zuhrufal qawli g'urura oyatini tarjimasini ko'ringlar, tafsirini ko'ringlar. Zufar Shosalimovni g'urur bilan, jumlalarni mana shunaqangi hayajonli tuzish bilan shaytonga ergashayotgan ehtimolini ko'rasizlar. Menga Alloh ilhom berdi deganda qarshisida turgan odamlarga to'g'ri yo'ldasizlar, men Allohni ilhom qaynog'iman, manbaiman deb da'vo qilyapti-da. Qur'on bizga aytayaptiki, shayton ham ilhom manbai bo'ladi. Shayton ham ba'zisiga do'stlariga vahiy qiladi. Nima uchun? Zuhrufal qawli g'urura degan. Shu g'urur bilan o'zini o'zi aldash, men to'g'ri yo'ldaman deb botilda yurgan odam gapirsa g'urur bo'ladi bu. Gapni jumlani chiroyli, ziynatlab gapirish uni haq yo'lda ekanligiga ifoda emas. Bunga Alloh ilhom beribdi va bu ishlar qachongacha davom etadi deb tafakkur qilibdi. Alloh bilan gaplashyapti bu. Gap eshiting. Alloh taolo bildirdi. Alloh taolo bildiribdi bunga. Alloh bildirdimikin? Shayton vahiy qildimikin? Qarang. Gapirayotgandan keyin qarshisida endi oddiy odamlar yo'q-ku. Oddiy sodda ana gipnozga tushgan xotinlar emas, tashqarida endi ilmni da'vo qilib, to'xta, gapingga javob ber deydigan odamlar paydo bo'ldi-ku. Endi bu gapirgan gapi xotinlarga ta'sir qiladi-yu, tashqaridan raddiya bo'lib qolsa nima qilaman degan fikr bilan gapirayotgan gapini qarang. Sizlar ham buni darrov fahmlaysizlar, darrov tushunasizlar. Mana shu gaplarni ham ertaga chiqib, mana payg'ambarlikni da'vo qilyapti, vahiy keldi deyapti, balo battar deb tuhmat ham qilaverishadi. Oldini olib qo'yyapti jumlani. Ko'ryapsizlarmi? Oldini olyapti. Boshqa nima deyapsan? Kechirasiz, sansirab yoribman. Men sizlashda davom etayin. Zufarjon Shosalimov. Boshqa nima da'vo qilyapsiz hozir? Alloh menga ilhom berdi. Tafakkur qilib ko'rdim. Bu ishlar qachongacha davom etarkin? Alloh menga buni bildirdi. Buni sizlar ham bilasizlar deb atrofidagi odamlarni yana gipnoz qilyapti. Agar bilmasanglar, sizlar Alloh ilhom bergan emas. Sizlar anu botildagi shayton yo'ldagi odamsizlar degan gipnoz bor. Zufarjon Shosalimov, sizga Alloh bildirdi. Nimani bildirdi? Alloh bildirganligiga iymoningiz komilmi? 100% mi? E'tiqodingizda shu Alloh bildirgani? Ha desangiz kofir bo'lasiz. Zonni bo'lsa aldamang odamlarni deymiz. Nimaga zonni narsaga ya'ni odamlarni ilmga da'vat qilgandek da'vat qilyapsiz? Zon-ku bu, gumon-ku siz gapingiz. Ha, aytamizda siz payg'ambarlarga berilishi mumkin bo'lgan, Alloh tomonidan berilishi mumkin bo'lgan narsani da'vo qilyapsiz-ku. Indamay o'tib ketaylikmi? Tuhmat qilmayapmiz. Aytgan gapingizga
savol beryapmiz. Deyapsiz-ku shunaqa. Hozir peshin namozdan keyin haqiqat shayxdan o'zimni shayxim bilan o'tirib ancha narsalarni suhbatlashib keldim, alhamdulillah. Dilim ancha ravshanlashdi. Bu ilhom undan oldin keldi menga. Shayxi bilan gaplashibdi, shayxi unga ancha gaplarni gaplashib o'tirishibdi. Undan oldin kelibdi ilhom bunga. Qarang, ilhom kelgan. İlhom Allohdan kelgan bunga. Hoy, unga ergashib yurgan ayollar, opa-singillar. Bu Allohdan ilhom keldi deb aldayapti sizlarni. Jumlalarning ichida Alloh izni bilan, Alloh xohlasa degan jumlalarni tabiiy aytadi-da, sizni aldash uchun shu jumlalar kerak-ku. Siz gipnozdasiz. Uyg'oning, ko'zingizni oching. Bu ilhom da'vo qilyapti bu. İlhom. Yuqorida Alloh meni yubordi degan jumlasini davomi bu. Bu hozir dunyoda o'zidan ko'ra haq yo'lda odam yo'q buni da'vosida. Shunaqa bo'lganmi tasavvuf ulamolari? Tasavvuf ulamolari har doim o'zini tanqid qilgan. Menga ilhom keldi, menga Alloh bildirdi demagan. Xoliqo qoyilman o'z nuqsonima. Ko'p jafo chekdim o'zimning jonima. Zoti pokingdan inoyat bo'lmasa, hech ishonchim yo'q amal qilganima degan. Va ishonchi bo'lmagan o'zini qilgan amalini najot topamanmi yo'q deb o'zini ustida yig'lagan. Zufarjon Shosalimov hammani hidoyat qilyapti ekan, ergashganlarni. Bunga ergashmaganlar botqoqda ekan, balchiqda ekan. Bunga ilhom bo'pti. Alloh tomonidan ilhom kelibdi bunga. Va to'g'ri yo'lda ekanligini ilhom tasdiqlabdi. Bu payg'ambarlik da'vosi bo'lmasa, nima da'vo? Menga tushuntirib beringlar. Men bir sodda odamman-man. Men tushunmayapmanmikin shu jumlani? Sizlarni ham aytdim men. Har tomonlama tasdiqladi, alhamdulillah. Har tomonlama tasdiqladi, alhamdulillah. Mana shu yolg'on gaplariga guvohmiz. Umarxon domlani oldiga bordim. Har tomonlama meni tasdiqladi degan. Uchragan odamlarga mana shu gaplarni gapirib. Umarxon domla bilan so'rasak, hech qachon tasdiqlamadim. Zuparjon keldi, g'alati gaplarni gapirib ketdi degan. Muhammad Avvomi menga duo berdi, tasdiqladi degan, kirib so'rashgan, hech ham tasdiqlamadim degan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh yo'qlar. U kishi ham meni tasdiqladi deb nomini qo'yib qo'yibdi. Hozirgi qilayotgan ishni tasdiqlagani yo'q ular. Hech bittasi tasdiqlagani yo'q. Bular hozir tasdiqlasa buni gapini tasdiqlasa Erik Mitchelberg tasdiqlashi mumkin. Brian Track tasdiqlashi mumkin. Igor Vladimirovich Rybakov tasdiqlashi mumkin. Maksim Viktorovich Timchenko. Mana shular tasdiqlashi mumkin. Bu shayxim alhamdulillah hammasini tasdiqladi deyapti. Mana shayxingizni olib keling, bir o'tirib gaplashaylik. Shayxingizdan so'raylik. Iloji bormi, borib gaplashibsiz, borib oldilariga mikrofonni qo'yib bir jonli qilaylik, Zuparjon. Sizni mana shu gaplaringizni, da'volaringizni biz ham so'raylik. Kim o'zi shayxingiz? Sizni shayxingiz ahli ilm bo'lsa kerak. Unga siz o'zingizni, ya'ni botgan botqog'ingizni loyini surtmang unaqa. Sizni ko'rib shayxingizga baho bermasin odamlar. Bu beparosatni ustozi kim bo'lardi demasin. Alloh taolo biz ummatni poklashni istadi. Alloh taolo biz ummatni poklashni istadi. Jumladan nima tushundingiz? Bular bir ummat. Bularga ergashmaganlar, ular ummatdan tashqaridagi odamlar. Bularni Alloh poklashni istadi. Bunga kelgan ilhom shu. Alloh taolo bunga ilhom yuboryapti. Siz ummatni men poklashni istadim deyapti. Bu shuni xalqiga, o'zini ummatiga, muridkalariga aytib beryapti. Amaliy ravishda siz azizlarni tajriba o'laroq, namuna o'laroq mana shu 2,5 yil ichida birgalikda yashatib, islomni haqiqiy ma'nosini ko'rsatib qo'ydi. Sizlarga tartib qo'ydi. O'sha 2,5 yil ichida himmat pidusga ergashganlar islomni tanidi. Ummat bo'ldi bular.
Qolganlar emas, ergashmaganlar ketdi shu bilan. Tushunyapsizlarmi? Da'voning naqadar xatarli ekanini ko'ryapsizlarmi? Hozir to'xtab turinglar, chiqib ketib qoldik. Yana gaplari bor. Alloh ilhom berdi. Endi qarang. O'ziga ergashganlar oltin, kimda kim himmat plyusdan chiqib ketsa axlat bo'ladi. Shu gapga ishonasizmi? Bu ham Allohning ilhomi. Chunki Allohning ilhomi bilan yuradi-ku Zaparjon sochchalanib. Bir tebratdi, suvni loyqalatdi. Nima uchun? Uni tagiga yopishib qolgan axlatlari, musirlari, najaslarini suv yuzasiga chiqarib qo'yish uchun. Oyingi suv uni oqizib ketsin. Bilyapsizlarmi o'xshatishni? Bir tebratdi Alloh taolo. Nimaga? Tagida yopishib qolgan axlatlar, kirlar, najaslar bulg'onch bo'lib tepaga chiqsin va suv uni oqizib ketsin. Himmat plyusdan chiqarib yorsin uni. Ey himmat plyusdagilar, agar chiqib ketsanglar, demak sizlar loysizlar, axlatsizlar, najassizlar. Qolganlar kim? Mana azizlar, hozir aynan shu najosatlar tashqariga chiqqan, yuzaga chiqqan narsa bizni ko'zimizga ko'rinib, dilimizni xira qilayotgan holatlar. Vaqtinchalik azizlar. Bu yuvib ketishni biroz kutishimiz kerakda nishon. Keyin nima bo'ladi? Tagida oltinlar qoladi azizlar. Gipnozligiga endi ishondinglarmi? Ha? Kim himmat plyusdan chiqib ketsa najas, loy, axlat, biroz kutamiz, chiqmay turinglar. Nimaga? Chiqmaganlar oltinlar. Ilmiy asos bormi? Yo'q. Qayerda ilmiy asos? Tupurib qo'ygan bu ilmiy asosga. Nimaga? Farosat yo'q. Ergashayotgan odamlari, bunga ergashib yurgan, buni etagini ushlagan, yirtiq etagini ushlaganlarda ham farosat nuqsoni bor do'stlar. Shu darajadagi, ya'ni mutanabbiylikni da'vo qilgan odamga ergashish uchun insonda farosat bo'lmaslik kerak. Bu atrofdagilarni gipnoz qilyapti. Bu hozirgi menga bo'lgan tanqidlar Alloh taolo qilyapti, loyqani chalg'ityapti. Agar chiqib ketsanglar axlatsizlar, najassizlar deyapti. Najaslar chiqib ketadi, kutib turaylik. Buni atrofidagi quloq solib turgan xotinlar bir-biriga aytadi-da, demak mahkam turishimiz kerak. Hizbiylarni shunaqa qilib qamatishgan. Bilasizlarmi? Sizlar sahobalarning yo'lidasizlar. Qancha azob ko'rsanglar, shuncha savob bo'ladi degan. Ko'p azob ko'rishinglar uchun keskin gaplarni qilishinglar kerak. Namozni taqiqlasa, baqir-chaqir qilib ozon aytishinglar kerak deb ularni zombirevot qilishgan. Zombilar, manqurtlar qilishgan. Turib bergan manqurtlar. Bu yerda ham shu gap gapiryapti. Turib beringlar deyapti. Oltinsizlar. Turib bersang oltinsizlar, chiqib ketsanglar najassizlar deyapti. Mana shu xursandchilikni biroz sizlarga aytib ko'nglingizni ko'tarishni, o'zingizlarni yo'lingizlarda sobit qolishinglarni istab sizlarga bugun suhbat qilishni lozim topdim. Ochiq aytyapti. Ko'nglingizni ko'tarish va yo'lingizlarda sobit qolishinglarni istab gapiryapman deyapti. Turinglar deyapti. Chiqib ketmanglar. Demak, chiqib ketishlar bor. Kirib menga uzr, ma'zur aytgan odamlar bor. O'ylanib turganlari ham bor. Tamom bo'lgan, nokaut bo'lib, gipnoz chuqur uyquda yotganlari ham bor. Endi chiqib ketganlarni axlat najas dedi, qolganlarni oltin dedi, o'zi bilan qolganlarni. Endi bunga qarshi ilmiy raddiya bergan, mana hozirgi jumlalarimda haqorat ko'rdinglarmi? Yo'q. Ilmiy raddiyalarni berib, buni haqiqiy yuzini ochib qo'ygan odamlarni munofiqqa itga chiqaryapti. Eshitamiz. Tepaga tegishli. Biri zikr ahlidan so'rang jamoasiga tegishli. Ikkinchisi qolgan ommaga tegishli. Asli o'zi bitta negizi. Alloh subhanahu va taolo poklashni iroda qildi. Alhamdulillah. Bu yo'lda ba'zi bir itlarni bunga musallat qildi. Bu uning ishi. Biz aralashmaymiz. Alloh taolo poklashni iroda qildi, poklanuvchilar Zufar va uni atrofidagilar.
Buni qilgan ishini noto'g'ri, to'g'risini bizga aytib beringlar, o ilmiy suhbatlashaylik degan taraf it. Nomlayapti, it deyapti. Bu Allohning ishi deyapti. Gipnoz davom etyapti. Peki meni ajablantirgan narsa shuki, zikr ahlidan so'rang jamoasi mendan ham yaxshi biladi. O'sha itni xoin shpion ekanligini. Uni o'zi tabiati itlik qilish. Itga o'xshab odam qopish uni tabiati. Men unga qizig'i yo'q. Menga hech qanchalik zarar bera olmaydi. Xohlagancha akillasin. Xohlagancha tuhmatlar qilsin. Umuman menga uni qizig'i yo'q. Menga tegmaydi, yetmaydi. It deb meni nazarda tutyapti. Chunki bunga chiqib raddiya berayotgan Abror Muxtor Ali. Va zikr ahlidan so'rang, mendan ham yaxshi biladi. U it va shpion deyapti. Yarimta emas, chorak qadar topolmaydi men kimga nima shpionlik qilganimni. Shpion emasman-ki men. Ochiqmanki. Lekin Alloh umrini uzoq qilsin, sog' salomat chiqib kelsin, Mubashshir domladan shaxsan borib so'ranglar. Shaxsan Mubashshir domlani tanigan odamlar bo'lsa, so'rashsin. Mayli ommaga chiqib gapirmaydi, ya'ni domla unaqa qilmasligi mumkin. O'zidan borib Allohni o'rtaga qo'yib so'ranglar. Zufar Shosalimov Abror Muxtor Alining ustidan ariza berib, yumaloq xat bilan terpilalik qilganmi, yo'qmi? Shu savolni beringlar, hujjat chiqadi. Va ba'zi hujjatlar bor, bir qancha yillardan keyin u anaqadan ochiladi. Maxfiylik muddati tugaydi, xalq ko'radi uni. Nabijon Boqiyning Qatlnoma degan asari bor, o'qisanglar o'sha joyda SSR arxivi ochilgan. Arxivdan keyin chiqqan G'ofur G'ulom kim ustidan yozib berganligi. Maqsud Shayxzoda kimni oqlaganligi. Hammasi bor. Maxsus xonalarda yozilgan arizalar ochiladi. Zufar Shosalimov buni agar iymoni bo'lganda edi, hozir men buni iymonsiz demayman. Iymon bilan gapirganda edi, shu gapni o'ylab gapirardi. Men shpionmishman va meni it deyapti. Itga o'xshab qopadi deyapti. Gap hozir u haqda emas. Gap zikr ahlidan so'rang jamoasi. O'zini nomidan himoya qilib, mana shu shpion, xoin, itdan boshqasini o'ziga munosib ko'rmadimi? Yana qaytaraman, zikr ahlidan so'rang jamoasi mendan iltimos ham qilgani yo'q, siz raddiya bering ham degani yo'q. Men shaxsiy tashabbus bilan aytyapman bu gapni va Abror Muxtor Ali nomi bilan qilyapman. Meni bu it deyapti. Meni suhbatimda Zufar Shosalimovni nimadir hayvonga o'xshatib haqorat qilganim bormi? Keltirib berishsin. Men sizlarga real hodisada aslida bahslarda kim haqorat qilishligini isboti sifatida keltiryapman buni. Mana it deb haqorat qilyapti. Men it deb haqorat qilmadim. Zufarjon Shosalimov dedim o'rni kelganda. Ba'zi o'rinda qattiq sansirab gapirdim. Buni quloq ekanligini aytdim. U real hodisa, u haqorat emas u. Meni suhbatlarimda haqorat yo'q edi. Bu haqorat qilyapti. Ko'ryapsizlar? Endi davomida bir hadis keltiradi. Hozir eshitaylik buni. Shu darajada tubanlashib ketdimi? Munosib bir odam chiqib o'zini himoya qila olmadimi? Zikr ahlidan so'rang, sizdan o'zini himoya qiladigan darajada siz bilan tengmas-da, ya'ni siz tutgan botqoqda emas-da u. Nima qiladi himoya qilib o'zini? Zufar Shosalimov bizdan emas dedi, bo'ldi shu. Abror Muxtor Ali chiqib turib, Zufar Shosalimovni yaxshi bilganligi uchun xalqni ogohlantiryapti. Odatdagi ishimiz bu bizni. Mahmud Abdulmo'mindan ham ogohlantirgan edik. Tagi chiqdi. Haqiqatda shu Mahmud Abdulmo'min quloq bo'lib chiqdi. Abu Salohdan ham ogohlantirgan edik. Hozir ular pushaymon qilib o'tiribdi. Abdulloh Zufardan ogohlantirgan edik. Qancha oilalarni boshiga yetdi shu. Biz ogohlantirgandan keyin to'xtashdi. Alhamdulillahi robbil alamin, Allohning izni bilan.
Kimdan ogohlantirgan bo'lsak, shaxsiy manfaatimizni chekiga surib qo'yib ogohlantirdik. Hozir ham shu Zufar Shosalimovga qarshi gapirsak, uni atrofidagi muridkalar bizga qarshi bo'ladi. Bu bo'ynimizga olib gapirishyapmiz buni. To'dalanib kellaring deyapman shuning uchun. Butun jamoaviy bo'lib kellaring. Xotinlarni armiyasini tuzib olinglar menga qarshi. Qo'linglardan hech narsa kelmaydi. İlla ma qaddaralloh. Allohning taqdiri bo'ladi. Bo'ldi. Meni it deyapti. Menga tegmaydi deyatdi yuqorida eshitdinglar. Menga nima desa ham tegmaydi. Bunaqa alamzada kayfiyatga tushish uchun yaxshigina tekkan bo'lish kerak. Buni yuragiga borib tekkan. Shu darajada alam qilyaptiki bunga ko'zlarini qaranglar, ko'zini ahvolini qaranglar buni. Astagfirullah va atubu ilayh. Shu darajada sharafsiz insonga berib, inson ham demayman, sharafsiz bir itga berib o'zlarini himoya qilishyapti. İnson ham demas ekan meni, sharafsiz it. Necha marta haqorat qildi? It dedi, qopag'on it dedi, shpion, xoin, sharafsiz it. To'xtamay haqorat qilyapti. Ikkita odam o'rtasida bahs bo'lsa, haqorat qilgan odam munofiqning alomatini qilgan bo'ladi. Hadis bor, bilamiz. Ha? Va idza khosama fajara. Qachonki husumatlashsa, hujurga o'tadi, haqoratga so'kishga o'tadi. It deyapti. Men necha marta aytdim, eshik ochiq, Zufarjon Shosalimov, keling gaplashaylik. Jonli Telegramda suhbat qilyapti, kirib qo'l ko'tarsam, amin Allohu akbar chiqib qochib ketyapti. Gaplashmayapti yuzma-yuz. Lekin ya'ni gaplashga arzimaysan degan da'vosi haq bo'lsa, tashqariga chiqib olib, bu yoqda alohida suhbatda it sharafsiz inson demaymiz, it deymiz deb so'kyapti. To'g'rimi shu? Bunaqa sharafsizlik bu. Mana shu narsani men hanuz hazm qila olmadim. Hazm qila olmaysiz, chunki bizni raddiyamiz shunaqa badhazm bo'ladi. Bu sizni endi oshqozoningizni og'ritadi. Bu tamom sizni kechalari bilan uyqungizni bulg'ab qo'yadi bu. Bizni raddiyamizni ya'ni hazmi og'ir, umrbod sizni ta'qib qiladi endi. Bundan qutula olmaysiz. Yana qaytarib aytaman, zikr ahlidan so'rang, o'zini himoya qilishga muhtoj emas. Men zikr ahlidan so'rang jamoasining taklifi, tavsiyasi bilan chiqib raddiya bermayapman. Abror Muxtor Ali bo'lib gapiryapman. Zufar Shosalimovni yaxshi tanaganim uchun. Endi qarang. Munofiq alomatini gapiryapti. Munofiqni belgisi, alomati 4 ta. Kimda mana shu xislatlardan bittasi bo'lsa, munofiqlikdan bitta xislat bo'ladi dedi. Bu yerda aqidaviy munofiqlik haqida, ustida o'zini musulmon qilib ko'rsatib, qalbida kufrni yashirgan munofiqlik haqida gapirilmayapti. Iymoni bor, ammo amalida iymoniga xilof bo'lgan ishlari bor, bo'lgan munofiqlik, amaliy munofiqlik haqida gapiryapti. Birinchisi idza haddasa kadar. Qachon gapirsa yolg'on gapiradi. Mana shu bizning ustimizda qilingan gaplar barchasi yolg'on. Bitta dalil yo'q. Demak, bularning ustida gapirgan gaplar barchasi yolg'on, bu yoqdagilar hammasi munofiq. Hadisdan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish uchun master class. Yaxshilab qarab turinglar. Keltirmadi. Keltira olmaydi. Hammasi yolg'on. Hammasi yolg'on deyapti. Menga ergashganlarga Alloh meni yubordi va ular botqoqda edi, meni etagimni ushlab botqoqdan chiqdi, ya'ni hidoyat topdi degan jumla yolg'onmi? Gapirdingiz-ku buni. Bu jumla payg'ambarlarga oid jumla deyapman men. Bunaqa jumla tuzish uchun payg'ambar bo'lish kerak, vahiy bo'lish kerak, oldida Jabroil alayhissalom turish kerak. To'g'ri yo'ldasan deyish kerak. Qur'oni Karimda payg'ambar alayhissalotu vassalomga bir necha o'rinlarda ya'ni shubhaga bormang, siz haq yo'ldasiz degan. U payg'ambarlarga beriladigan maqom. Bu gapni gapiryapsiz siz. Biz buni aytib odamlarga aytyapmiz. Oy, Zufar Shosalimovning da'vosida payg'ambarlik da'vosi bor, hidi bor. Yo tavba qilsin, yo tushuntirib bersin deyapmiz. Men aytmagan gapni gapirdi, yolg'on gapirdi deyaptilar.
hadisni suiiste'mol qilyaptilar. Qarshilarda turgan muridkalar, bechora ayollar buni tahlil qiladigan saviyada emas. Ustozim qalblarimning to'rida gul ochyapsiz deb o'tirishaveradi. Ba'zilarida endi hammasi emas. U yerda ham aqli raso ayollar bor, albatta. Tumina xona. Qachon omonat topshirilsa xiyonat qiladi. Ularga din omonat berilgan edi, xiyonat qilishdi. Din bizga omonat berilgan ekan, biz dinga xiyonat qilibmiz. Hadisni boshida nima deyatdi? Bu e'tiqodiy emas deyatdi. To'g'rimi? Hadis e'tiqodiy emas deyatdi. Lekin bu yerga kelib nima dedi? Iza tumina xona, agar omonat berilsa xiyonat qilinadi deganda, bu yerdagi omonatdan murod din deyapti. Dinni olib xiyonat qildi. Xiyonat qilgan odam dinga musulmon bo'ladimi? Kofir bo'ladi-yu. Bu yerdagi munofiqlik, ya'ni takfir masalasi bor. Qarshida turgan odamni dinga xiyonat qilganlikda ayblayapti. Bundan maqsad din menda endi deyapti. Men haqliman bu dinga, sizlar xiyonat qildilaring. Qarang. Haqqini ado etishmadi. Va idza va'ada akhlafa. Qachon va'da qilsa xilof qilishadi. Buni da'vo qilmayman men. Bunga dalil isbotim yo'q hozir. Va eng oxirgisi. Va idza khosama fajara. Qachon husumat qilsa gunoh ishga yo'l qo'yadi, fojirlik qiladi, shariatdan tashqariga chiqadi. Ana endi qarang. Ikkala qarshi tarafda biz va ular tarafda husumat bor hozir. Husumatlashyapmiz. Kim haq, kim nohaq borasida talashib tortishyapmiz. U taraf ham men haqman deyapti, biz ham men haqman deyapmiz. Husumat bor. Ana endi buni ajratib beruvchi eng ko'zga ko'ringan yaqqol yorqin dalil kim shariatdan tashqariga chiqyapti? Bizmi, ularmi? Shu savol bilan to'xtab xalqni ixtiyoriga topshirib qo'ysa, xalq ko'rib o'zi hal qilib oladi. Agar shu bilan jim ketsa, bu samimiy gapirgan deymiz. Lekin qarshisida turgan odamni manipulyatsiya qilish uchun, yo'naltirish uchun savol bergandan keyin javobni ham o'zi berib ketadi. Yo biz haqmiz deydi. Va qarshi taraf bizga haqorat qildi degan da'voni qilyapti. Men sizlarga isbotlayapmanki, bizda haqorat o'tgani yo'q. Meni raddiyamni ko'ringlar. Mendan haqorat o'tgani yo'q. It, eshak, hayvon demadim. Lekin qarshimizda deb o'zini bizga qarshi tarafda qo'yib gapirayotgan Zufarjon Shosalimov bizni it deyapti. Eshak va qo'ylar deyapti. Yuqorida keltirdimi? Biz sherlar jamoasi, sanlar qo'ysan deyapti. Kim haqorat qilyapti? Kim laqab qo'yyapti? Ularnikini son sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Shariatdan tashqariga chiqqan holatini. Lekin bizdan bir dona ham topisholmaydi. Mana topdik, bir dona emas, it deyapsiz. Ya'ni shpion deyapsiz. Meni dalilim bor sizni quloq ekanligingizga. Ustimda hayotimda yashaganman. Shu yozgan xat sababli boshqa sabablarga bahona qilib shuni xatini tirkashgan va meni atchistliğini berishgan Manhattan. Hadrat rahimahullohning tashabbusi bilan 2008 da qaytadan tiklab keyin bitirganman Manhattan. Isbotlayapmiz mana sizni quloqligingizni. Va bu da'voyimda turibman. Yo'q. Allohga qasam. Oxiratim kuyib ketsin agar shu abrorni ustidan ariza yozgan bo'lsam deb qasam iching bo'ldi, ishonamiz. Men chiqib tavba qilaman, uzr deyman. Oxiratim kuyib ketsin. Agar shu abrorni ustidan xat yozgan bo'lsam, ustidan ariza yozib turib shuni ustidan yozgan bo'lsam, oxiratim kuysin deb qasam iching, bo'ldi, men chiqib uzr aytaman. Lekin meni kimga nima shpiyonlik qilganimni isbotlab bermaguningizcha sizniki tuhmat bo'ladi. Sizniki haqorat bo'ladi. Kimga shpiyonlik qilaman men? Qanaqa qilib? Shpiyonlik qanaqa kasb bu? Sizni kasbingiz uni bilasiz, qanaqa bo'lishligini. Biz bilmaymizki. Va qarshi tarafda son sanoqsiz shariatdan chiqqan deyapti. Ko'rsatib beringlarchi, biror dona ko'rsatinglarchi. Mayli, tan olaman deyapman, yana aytayapman. Tan olaman, agar shu qarshi taraf deb meni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, ko'rsatib bering, mana shu joy xato, mana haqorat qildingiz, asossiz desangiz, men aytaman, uzr, kechirasizlar.
Zuparjon, kechiring deya olmayman men. Chunki dalilga suyanmasdan gapirmadim. Odatim ham shu, dalilga suyanmay gapirmayman. Endi siz biror dona topolmaydi deyapsiz. Siz o'zingizga ergashganlarni oltin, sizdan chiqib ketganlarni axlat, najosat, kir deyapsiz. Qo'y deyapsiz. O'zingizni sher, ergashganlar sher yuraklar, ergashmaganlar qo'y, ular orzu ham qila olmaydi deyapsiz. Hojar onamizni hayvoniy miya bilan fikr qilgan. Payg'ambarlar xatosida hayvoniy miya bilan fikr qilgan deyapsiz. Va it deyapsiz. Nechta sanab beray yana? Keltirsin. Qani keltirdik? Dalil keltirsin. Qani keltirdik? Ularniki son sanoqsiz. Qani son sanoqsiz? Keltiringchi. Haqiqatda. O'zlarini ochish vaqti kelmadimi? Ko'rdingizmi? Manipulyatsiyani ko'rdingizmi? Mana haqiqat qayerda? Javobni o'zi beryapti. Qo'yib berayotgani yo'q. O'sha yonidagi turgan muridga xotinlarni ham nima deb fikrlashligiga qo'yib bermaydi. Savol berib, javobini o'zi berib qo'yadi. O'shani qabul qilgan 700 plyusga haqli, qabul qilmagan 10 da qolib ketgan. Uni qabul qilgan islom, qabul qilmagan islomga zid. Hizb tahrirning uslubi. Hizb tahrirni e'tiqod uslub manhajiga qarshi gapirsangiz, islomga qarshi gapiryapti deydi. Sanlar islommisan desangiz, ha biz islommiz deydi. O'zini muridlariga ham shunaqa o'rgatadi Hizb tahrir. Boshidan ularga qasam ichtiradi. Bu bay'at berdilar ekan u xotinlarga kamerani yoqtirib. Kamerani yoqing deb bay'at berdilar ekan. Kamerani yoqib bay'at bergandan keyin bo'ldi. Buni nima desa shu haq bo'lish kerak. Hizb tahrir ham shunaqa. Qasam ichtirayotgandan keyin sen islomsan deb tushuntiriladi unga. Sen falon sahobasan, sen piston sahobasan. Sahobani ham maslagisan, yo'lidasan. Senga kim qarshi bo'lsa, sahobaga qarshi bo'lganni misoli. Uslub bu. Qayerda ruxsat berilgan shariatdan tashqariga chiqib, gunoh ma'siyatlarni kasb qilish orqali haqni himoya qilish. Ha, qayerda aytilgan shu? Alloh menga ilhom berdi va shu ilhomga ko'ra to'g'ri yo'ldamiz. Alloh meni sizlarga yubordi, menga ergashganlar to'g'ri yo'lda. Biz haq yo'ldamiz, lekin bizga qarshilar munofiq. Qarshimizda turgan zikr ahlidan so'rangda islomdan asar ham qolmadi. Qayerda bor shu gaplarni tasdiqlaydigan ilmiy asos? Endi qarang. Qarang. Islom, risolat, Alloh tomonidan kelgan risolatga haqli kim? Savolni qarang va javob qarang. Alloh rahmat qilsin ustozimiz Shayx hazratlari ko'tarib kelgan risolat bayrog'i endi ularga munosib emas. Mana da'voyimni endi eshitdinglar. Mana o'sha risolat bayrog'ini endi sizlar Himmat 700+ loyihasidagilar ko'tardinglar. Bu nihoyatda buyuk sharaf, buyuk izzat, buyuk obro'. Buni bulg'alab qo'ymanglar. Ve ko'ryapsizlarmi davoni? Hazrat rahimahulloh olib kelgan risolat bayrog'i, ilm yo'nalishi, ahli sunna val jamoaning manhaji maslagiga zikr ahlidan so'rang haqli masakan endi. Gapimni isboti chiqdimi? Ha, buni zikr ahlidan so'ranga qilgan murojaatida asosiy xulosa nima edi? Eshitib odamlar tushunmabdi ham. Chunki buni jumlasini tushunish uchun bunga o'xshagan befarosat maqomga tushish kerak. Bu bilan birga buni hayotini yaxshi bilish kerak. Tushuna olmaysiz buni gaplarini. O'sha murojaatda nima degan edi? Dedim men sizlarga, kema karvon kapitanni yo'qotib qo'ygan. O'sha kapitan menman. Menga ergashsanglar, men keyin mana shu loyiha bilan biz to'g'ri yo'lga chiqamiz degan da'voni qilgan edi. Sen kimsan deb ularning gapini bir tiyinga olishmadi. Ba'zi Xayrullohga o'xshagan ko'larimiz raddiya berdi-yu, qolganlar e'tiborga olmadi. Ana undan keyin zikr ahlidan chiqib ketib, o'zini mana bu muridkalar jamoasini tuzdi. Muridkalar jamoasi. Erkaklar yo'q o'tda. Bitta erkak ergashayotgan bo'lsa, u ham xotin. Aytib qo'yayman shu gapni. Xotin tabiatlargina ergashyapti bunga. Bu yerdagi xotindan murod aqli salohiyati joyida eriga xizmat qilgan, iymon e'tiqodi sog'lom ayollarni aytmayapman.
o'sha mehrdan mahrum bo'lib qolgan, muhtoj bo'lib qolib, kimdan mehr topsam ekan deb yurgan, bunga ergashib yurgan bechora zaifa xotinlarni aytyapman. Ularga aytyaptiki, zikr ahlidan so'rang, bu risolatga loyiq emas. Bu risolatga sizlar loyiqsizlar. Sizlar ko'tardinglar, deyapti. Shu qadar ham farosatsizlik bo'ladimi? Shu jumlani tuzib shuni ayta oladigan farosatsizlik qayerdan keladi desa, o'sha qalbidagi bid'at urug'idan keladi, do'stlar. Qalbida bid'at urug'i ekilgan buni. U o'sib sassiq mevasini berishni boshlayapti. Himmat bilish jamoasi risolatga haqli ekan, bo'ldi. Bu o'sha unga ergashayotgan xotinlarning gipnoz usullaridan yana biri. Bu ham bitta tugun. Endi u xotinlar o'ylaydi, ha deydi, biz deydi risolatga ega ekanmiz, biz ekanmiz haq yo'lda. Nima musibat bo'lsa ham ko'taramiz deb turaveradi endi. Chunki kodlab qo'ydi buni. Ilm yo'q. Buni borib o'rganib, tahlil qilib, to'g'ri noto'g'rini ajratadigan saviya yo'q. Nima bo'ladi? Himmat bilis risolatga haqli, sanlar haqlisan. Chiqib kelsang risolatdan mahrum bo'lding. Hipnozmi? Hipnoz. Ilmiy asosi bormi? Yo'q. Faqatgina bunga loyiqsiz sizlar, sizlar haqsizlar degan propaganda bor, bo'ldi. Makorimul axloqdan zarracha tushmanglar. Tashqariga chiqmanglar. Ana, bu joyda endi axloqqa bog'layapti. Makorimul axloqdan zarracha tushmanglar. Zufarga qarshi chiqqan odam makorimul axloqdan chiqqan bo'ladi. Zufar nimaiki gapirsa makorimul axloqdan bo'ladi. It desa ham bo'ladi, qarshisidagilarni qo'y desa ham bo'laveradi. U ya'ni o'ziga risolat kelganligini, Alloh uni yuborganligini gapirsa, u axloqdan bo'laveradi. Lekin zarra qadar axloqdan tushmanglar degan gapni gipnoz sifatida yana ishlatyapti. To'g'ri gapiryapti-ku, axloqdan tushma deyapti-ku deysiz. Ha, to'g'ri gapiryapti. Walakin yuradu biha al-batil. To'g'ri gapning orqasidan botil maqsad qilinyapti. Aldayapti, ko'zbo'yamachilik qilyapti. Qo'ylar bunday da'vo qilish olmaydi, xayollariga ham keltirish olmaydi. Bu da'voni faqat sherlar qila oladi. Hayotimizni hammasini Allohning rizosi uchun bag'ishlaganmiz. Jumlalarga e'tibor bersangiz, faqat motivatsion jumlalar. Ilmiy asos yo'q. Ilm haqida gap yo'q. Sherlar bunga loyiq, qo'ylar bunday qila olmaydi. Qo'y siz bilan meni aytayapti. Himmat pidusdan chiqib ketganlarni qo'y deyapti. Bo'laveradimi bunga? Bo'laveradi. Va buni asosiy maqsadlardan bittasi dunyo topish degan edim sizlarga. Buni ham o'zi e'tirof qilgan. Joyi bor, eshitamiz. Faqat bunda ham gipnoz ishlatgan. Oxiratni ham gapirib, lekin orada dunyo maqsadini izhor qilib ketgan. Eshitamiz. Biz nafaqat oxiratimizni, balki dunyoyimizni ham obod qilamiz. Dunyoyimizni obod qilishni unutmaymiz. Lekin maqsad Alloh. Bu jumlada ham shunaqangi motivatsion tuyg'u bor, propaganda usuli bor va asl maqsadni ya'ni yo'naltirish bor. Asl maqsad dunyoni rivojlantirish. Dunyoni rivojlantirishlikka islom qarshi emas, lekin seni dunyoyingni rivojlantirib, qolganlarni parokanda qilishingga qarshi. $50 maxsus kurslarni o'tib, kursda qatnashganlar agar biznes qilsa, qilgan biznesini 15%ni umrbod menga to'laysan deyish, bu ribo. Xato ish bu. Sening lug'ating bilan aytganda, hayvoniy miya bilan qilayotgan ishingiz bu. Buning uchun tavba qilishingiz kerak. Do'stlar, bu oxirgi bo'lgan suhbatga aytilgan raddiyamiz, to'g'ri qabul qilasizlar. Savol-javob qilmaymiz hozir. Nasib bo'lsa, o'rni kelib qolar. Ularni guruhidan, ana shu muridkalar jamoasidan e'tiroz bildiradiganlar bo'lsa, kiringlar, savolinglarni beringlar, javoblashamiz. Zufarjon Shosalimov biz bilan shaxsan men bilan 100% ilmiy suhbat qila olmaydi.
aqli ham yetmaydi, aytayotgan gapini isbotlab ham bera olmaydi. O'shaning uchun meni it, shpion deyishlik bilan atrofdagilarni ko'zini bog'lashlikka harakat qilyapti. Axloqsiz deyapti. Endi insof bilan aytinglar. Mana shu suhbatlarni solishtiringlar. Meni suhbatimni qo'yinglarda, uni suhbatini qo'yinglar. Kim haqorat qildi? Munofiqlik haqidagi hadisni kim o'ziga burib tushuntiryapti? Qanaqa qilib din purushlik, hadis purushlik qilyapti o'zi foydalanib. Ko'ringlar, bizni maqsadimiz haqni izhor qilish. Odamlarning qarsagiga ham, tanqidiga ham e'tibor bermaymiz. Biz aytayotgan gapimizni Alloh subhanahu va taolo tasdiqlashini, ya'ni to'g'ri ekanligini tashvishida bo'lishimiz kerak. Allohning rasuli keltirgan manhajga munosib bo'lish kerak gapimiz bo'ldi. Keyin unga qarsak chaganlarga ham qarsagingga baraka, tanqid qilganlarga ham nima so'rasang 10 barobar o'zingga bersin deb duo qilamiz bo'ldi. Yo'limiz har zamon Alloh yo'lidir. Bu yo'lda yurganlar o'g'il boladir. Haq, Allohning haq, mazlumning eng muqaddas molidir. Bermasalar olajaksan. Tushunding? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.